يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد الله سبحانه وتعالى madad so'rab biz Allama ibn Qayyim rahimahullohni Ig'osatul Lahfal kitobini o'qishda davom etamiz. Umumiy mavzumiz bizda shayton qanday qilib odamlarni yo'ldan ozdirish haqida. Shu hiylalaridan bittasi xotinini taloq qilib qo'ygan odamlar halollik qilishni yo'lini istab shariatga hiyla qilib shu taloq bo'lgan xotinni boshqa erga nomiga tiyib chiqishi. Mana shu bilan qancha odamlar harom yo'l bilan yashashi haqida aytdilar. Muhallilda ishi qanchalik yomonligini, noto'g'riligini va bu ishning o'zi asosiy sababi odamlarning ma'siyati. Allohga taqvo qilmasdan Alloh buyurgan taloq bilan taloq bermagani uchun mana shu holatga tushib qolgan. O'zi aslida Alloh buyurgan taloq, Alloh shariat qilgan taloq qanaqa bo'ladi? Agar o'shanday qilsa odam bunaqangi muhallilga hech ham muhtojligi deyarli bo'lmaydi. Agar bo'lib qolgan taqdirda ham bunaqa o'yin bilan bo'lmaydi. Bo'lib qolgan taqdirda ham, ya'ni boshqa erga tiyib chiqsa xotini, agar juda og'isi kelsa, demak bu shunchalik darajada xotiniga o'rni bor ekan bunga degani. Agar shariat aytgandek qilib taloq qilsa, shunchalik darajada xotinning o'rni yo'q ekan, kerak emas ekan bu degani chiqadi masalan. Ya'ni o'sha shariatda aytganidek bo'lsa, u fursat bo'ladi, idda bo'ladi taloq bergandan keyin. Taloq berish holatida xotin qanday holatda bo'lishi kerak? Hayz bo'lmaslik kerak, duxul qilingan bo'lmaslik kerak, taloq berish kerak va iddada o'tirish kerak. Iddaning ichida yana taloq berib bo'lmaydi. Qaytib olmasdan turib. Keyin o'sha nimasi iddasi tugagandan keyin yoki tugashdan oldin qaytib olsin. Xohlasa keyin yana taloq bermoqchi bo'lsa, yana taloq bersin 2 marta. Uchinchisidan keyin imkon yo'q. Agar shu darajada bo'lsa, u xotin kerak emas ekan bunga degani deydi. Bu odam o'sha bu xotin bilan yashagisi yo'q degani. Shundan aytadilarki, faslun fastarwaha ba'duhum ila maslakin akhar g'ayri hadhihi al-masalik. Ba'zilari bu yo'llardan boshqacha bir yo'lga o'tib, ya'ni o'shandan qutulmoqchi bo'lgan bu gapdan. Endi bunga uni aytgan gaplarini, bu yo'llarini fasodi ma'lum bo'lgandan keyin boshqacha yo'l tutmoqchi bo'ldi. Aytdiki, bu hadis vahid. Bu aytgan Ibn Abbos hadisi bor-ku. 3 ta taloq Rasulullohning zamonasida bitta hisoblanardi, Abu Bakr zamonasida bitta hisoblanardi. To'g'ri bu gaplar, lekin bu bitta hadis. Lekin ko'p hadislar Rasulullohdan keyin ko'p hadislar uni xilofiga dalolat qiladi. Ya'ni 3 ta desa 3 ta tushgan hadislar ham ko'p. Ana bu yerda ko'p hadislarni olamizmi yoki sizlarning bitta hadislaringni olamizmi? Endi bu yerdan kelyapti endi. Xo'sh, qaysi hadislar desangiz, bu yerdan bir qancha hadislarni endi zikr qiladi. Minha jumladan Sahihaynda Fatima bint Qaysdan keladi. Abu Hafs ibn al-Mughira talaqaha al-batta. Abu Hafs ibn al-Mughira buni erining oti. Abu Hafs ibn al-Mughira eslab qo'yinglar. Uni battaloq qildi. Va huwa g'oyib, ya'ni eri o'zi ketgan, Yamanga ketgandi. Ali roziyallohu anhu bilan birga qo'shilib Yamanga ketgan, o'shidan turib taloq aytib o'rgan. Va unga uni vakili arpa olib kelgan, nafaqa o'laroq. Arpa olib kelganda bu ayol unga g'azab qilgan. Shuni berasanmi nafaqa qilib degan. Shunda Rasulullohning oldiga kelib bu gap holatda aytib berganlarida Rasululloh aytdilarki, "Laysa laki alayhi nafaqa." Sening uchun uni zimmasida nafaqa yo'q, bo'ldi, sen degan ishing bitibdi degan. Ularda hozir dalil qilmoqchi bo'lgan joyi talaqahal battata deyapti-ku. Nima degan batta taloq degani? 3 taloq qilgan deb tushunyapti. Lekin bu dalil bo'lmaydi bu. Hadis sahih bo'lsa ham, chunki batta taloq qildi degani 3 ta qivordi degani emas bu. Undan oldin 2 ta qilib bu 3-inchisi bo'lgan bo'lishi mumkin-ku. Oldin 2 ta taloq qilgan bo'lsa, bu 3-inchisi batta bo'ldi, kesdi xotinni oxirgisini berdi degani bu. Bu dalil bizga ham dalil bo'ladi. Sahih bo'lsa ham, sizlarga ham sizlar uni dalil qilyapsizlar, ochiq dalil emas bu. Ya'ni keltirayotgan dalillarni sahihlari sarih emas, sarihlari sahih emas.
Shu atrofida aylanadi hozir gapimiz. Nafaqa ham yo'q deyilyapti. Yo'q, bu yerda nafaqa yo'qligi o'sha 3 ta taloq qilganligini Rasululloh e'tiborga oldi demoqchi-da. 3 ta taloqdan keyin o'zi 3 ta taloq bo'lsa nafaqa yo'q-da o'zi. Qanday berishlikda gap? Gap shunda. Gap shu qanday berganligini aytgan yo'q-ku bu yerda. 3 ta taloqni bittada berdi deb aytgan yo'q bu endi. Talaqahal battata deyapti. Faqatja tafsiri bu battani tafsiri boshqa hadisda kelgan annahu talaqaha salasan. Uni 3 taloq qildi deb kelgan. Uni ham 3 taloqni bitta kalimada qildi degani emas bu ham. Talaqaha salasan degani 3 tani bitta kalimada qildi deb kelmagan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam unga joy ham bermadilar, nafaqa ham bermadilar, o'shani e'tiborga oldilar demoqchi bular. 3 ta taloqni e'tiborga oldi. Mana hozir faqat ajaza alayhi salas. Unga 3 ta taloqqa ijozat berdilar va bu bilan uni nafaqasini ham, uni turar joyini ham soqit qildilar dedi. Musnadda keladi, mana bu 3 ta taloq kana jami'an deb, hamma bittada bergan deb musnadda kelgan. Endi yana ham ochiqroq bu yerda. Birinchi batta dedi, u mubham. Salasan dedi, sal ochiqroq, lekin mubham. Lekin bitta kalimada berdi degani ularda dalil joyi shu yerda endi. Musnadda kelgan, mana Shabini hadisdan rivoyat qilgan Fatima xosamat akha zawjiha o'sha erini ukasi bilan Rasulullohga husumat talashib keldi. Erini ukasi bilan Fatima degani Fatima bint Qays. Uni hovlisidan chiqarib yuborayotgan paytda va uni nafaqadan man qilgan paytda bor chiq uydan, senga nafaqa yo'q deb erini ukasi uni chiqarib yuborgan paytda Rasulullohning oldiga haq talashib keldi. Shunda Rasululloh aytdilarki, "Ma laka va li ibnati Qays." Senga va ibnati Qaysga nima bo'ldi? Tinchdingmi dedilar. Haligi kishiga aytayapti, erini ukasi ekan. Shunda aytdiki, Rasululloh, meni akam buni 3 taloqni berdi. Jami'an degan nima? 3 taloqni jami'an hammasini berdi. Ya'ni bu ham bitta kalimada berdi deganimi? U ham emas. Demak 3 ta hadis ham o'z dalil bo'lmaydi ularga. Jami'an degani 3 taloqni hammasini berib bo'ldi degan ma'no. Tushunish bizga avvalroq bo'ladi. Chunki bu yerda sahihda Rasulullohning zamonasida bittaga o'tgan dedimi? Demak jami'an degan gapi hammasini berib bo'ldi degani. Zakaral hadis va minha yana dalil sahihaynda Oysha radhiyallohu anhodan keladi. Bir odam xotinini 3 taloq qilib qo'ydi. Bu ham 3 taloq qilib qo'ydi degani bitta kalimada berdi degani emas-ku. Ya'ni bir odam xotini 3 taloq berdi degani 3 ta taloqni berib bo'ldi degani. Bo'lib berib bo'ldi degani. U turmushga chiqdi va taloq bo'ldi. Shunda Rasulullohdan avvalgi eriga halol bo'lami deb so'ralganda aytdilarki, yo'q. Toki u bilan o'sha xuddi avvalgi eri bilan to'shakda yotgandek, to'shak masalasi bo'lmaguncha birinchi eriga qayta olmaydi dedilar. Ya'ni Rasululloh uni 3 ta taloq bo'lganligini e'tiborga olib eriga harom qilyaptilar. Toki narki eri bilan yashab kelmaguncha. Dalilni vajhi shundaki, Rasululloh bu yerda so'rab tafsilotini so'rab o'tirmadilar. Uni 3 tani majmua qilib bittada berganmi, bo'lib berganmi so'rab o'tirmayaptilar. Xo'p, so'ramasalar nega bitta kalimada deb tushunishimiz kerak? Nega xilof sunnat qilib tushunishimiz kerak aynan? Nima uchun? Ya'ni bizga nima mubarrir bor xilof sunnat qilib tushunishga? Jami'an berdi desa, hamma 3 taloqda hammasini berib bo'ldi, 3 ta taloq qilib bo'pti degani uchinchisi ekan bu deb tushunish ham mumkin-ku. Ya'ni bu hadislar hech qaysi ularga dalil bo'lmaydi hozirgacha. Agarda holat boshqacha bo'lganda edi, albatta Rasululloh tafsilotini so'ragan bo'lardilar deb ular dalil qilyapti shuni. Va yana ular dalillaridan biri Ma'tamada alayhi Shafi'i. Shafi'i o'sha muloana qissasida tayangan dalili Uvaymir al-Ajlani Rasulullohning oldiga kelib aytdiki, Rasululloh, bir odam xotini bilan boshqa bir odamni topib olsa, uni o'ldirsa, sizlar uni o'ldirasizlar. Yoki nima qilish kerak u odam dedi. Ya'ni bu odam boshidan o'tgan voqea bo'lgan bu. O'zini xotinini begona erkak bilan ushlab olgan bo'lgan. Bir odam deb o'zini aytayapti. Shuni qilsa deganda Rasululloh aytdilarki, sen va seni xotining haqida oyat nozil bo'ldi, hukm nozil bo'ldi, bor xotiningni olib ketadilar. Keyin qola Sahl aytayaptiki, Sahl ya'ni Robiy. Fatala'ana ular ikkovsi la'natlashdi. Men odamlar bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldilarida edim. Falamma faragha min tala'unihima bular bir-birini la'natlashdan
to'xtagandan keyin, la'natli bo'lgandan keyin Uvaymir aytdiki, men ey Rasululloh, agarda xotin qilib ushlab qolsam, o'zimni o'zim yolg'onchi degan bo'laman dedi-da, Rasululloh unga buyurishlaridan oldin 3 talaq qildi. 3 talaq qildi. Mana shu yerda hozir ular dalili qani? 3 talaq qildi. Va kanat tilka sunnatal mutala'inayn. Bu la'natlashuvchilarda sunnati mana shunday bo'lib qoldi deb aytayapti Sahl. Hozir mahalliy shohid guvoh dalil qilib keltirgan joyi 3 taloq qildi degan joyi. Hadis sihhatiga ittifoq qilingan, muttafaqun alayhi, sahihayda kelgan hadis bu. Shofiy aytadiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni 3 taloq qilganiga iqror bo'ldilar. Agarda harom bo'lganda edi, Rasululloh unga iqror bo'lmagan bo'lardilar dedi. Hozir bu yerda ham 3 taloq degani 3 ta taloqda birda sen 3 taloqsan deyordimi bu odam? Yoki 3-taloqni berib yubordimi? Bu ham muhtamal. Bunga javob beradi. Shayx bunga javob beradi. Va minha yana ularda dalillardan biri Nasoiy Mahmud ibn Labiddan rivoyat qilgan hadis aytadilarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir odam haqida xabar berildi. U odam xotinini 3 ta taloqda hammasini berib bo'lgan ekan. Bu ham bitta kalimadami yoki bitta-bittalabmi? Bu ham muhtamal narsa. Shunda faqama g'adban, Rasululloh g'azabnok bo'lib turgan ekan. Keyin aytdilarki, ayul abu bi kitabillahi va ana bayna azhurikum. Demak, bu 3 ta taloqda hammasini bittada bergan deb tushunsak, agar Rasululloh g'azablanib, men sizlarning ishlaringda paytlarimda hali Allohning kitobi bilan o'yin qilinadimi? dedilar. Keyin bir odam turib, ey Rasululloh, uni o'ldiraymi degan joygacha bordi. Ya'ni Rasululloh g'azablarini eshitib, ko'rib, o'ldiraymi shu odamni deb so'radi Rasulullohdan. Bu ularning foydasiga dalilmi, ziddiga dalilmi? Aslida ziddiga dalil bu. Agarda bu 3 ta taloq qilsa mashru bu mumkin bo'lganda edi, Rasululloh shunday deymidilar. Ya'ni Allohning kitobi bilan o'yin qiladimi? Sizlar ishlang deb. Demak, u o'yin qilgan holatini mana o'yin qildi, o'sha o'tdi-ku deb aytilyapti. Endi o'yin qilaveraylikmi biz endi qiyomatgacha? Bir odam o'yin qilgan bo'lsa, biz ham qiyomatgacha o'yin qilaveramizmi endi? Sizlarning foydalaringdan ko'ra zararlarga ko'proq dalil bu deyiladi endi. Valam yaqul aytmadilarki innahu lam yaqa alayhi illa wahida. Unga faqat bitta taloq tushibdi demadilar, balki zohiri unga o'sha qilgan ishini unga ijozat berdilar. Idlaw kanat zawjatahu, chunki u ayol uni xotini bo'lganda edi, unga faqatgina bitta taloq tushganda edi, buni Rasululloh unga bayon qilib bergan bo'lardi deb dalil qilyapti, olyapti-da ular. Bayon qilgan bo'lardilar. Chunki uni 3 ta taloq qildi, e'tiqod qildiki, luzumaha, o'sha 3 ta taloq unga lozim, ya'ni o'tadi shu taloqlarim deb degan e'tiqod bilan qildi. Agarda unga lozim bo'lmaganda edi, unga aytardiki, bu lozim degani o'sha 3 ta taloq o'tib bo'ldi. O'sha aytganidek bo'lmaganda edi, Rasululloh unga aytardilarki, "U hali sening xotining bo'lib turibdi" degan bo'lardilar. Chunki hojat vaqtidan bayonni kechiktirish mumkin emas. Bu qoida bu. Ta'khirul bayan an vaqtil haja la yajuz. Hojat vaqtidan kechiktirish mumkin. Ha, keyin aytamanda deb Rasulullohning haqida bunday bo'lmaydi. Rasululloh bir narsani ko'rib indamadilarmi, demak bo'ladi degani. Chunki bir narsani bayon qilishga ehtiyoj bo'lib turib bayon qilmasliklari mumkin emas Rasulullohga. Xo'p, va min hayana dalil. Maravahu Abu Dawud va Ibn Majah Rukanadan keltirgan dalil. Hadis Rukana xotinini batta taloq qildi. Bu ham yana oldingi birinchi hadisimizga o'xshaydi. Batta taloq qildi. Nima degani batta taloq degani? Va Rasulullohning oldiga keldi, aytdiki, "Sen nimani iroda qilding?" dedilar. U odam aytdiki, "Bittani." Rasululloh aytdilarki, "Allohga qasamki, faqatgina bitta taloqni niyat qildingmi?" dedilar. "Ha" deganda, "Allohga qasamki", bu odam aytdiki, "Ha, Allohga qasamki, bundan faqat bitta bo'lishini niyat qildim" dedi. Demak, battadan maqsad 3 ta taloq qilgan. Rasululloh uni qasamiga keltirib, o'shandan maqsad nechdan niyat qilib, agarda bu bir-biridan farqsiz bo'lganda edi, ular dalili shunda. Agarda bir-biridan farqsiz bo'lganda bunaqa gapni so'rashda foydasi yo'q. Ha, bo'pti, taloq xotin bitta taloq bo'libdi-da deyish kerak edi. Lekin nima uchun qasamiga tirab bittani aytayapti? Demak, agar qasam ichmaganda edi, demak sen xotining harom bo'libdi senga deyish kerak edi. Bunga javob beradi al-Shayx. Va Tirmiziy rivoyat qilgan buni va bunda keladiki, aytdiki, "Ey Rasululloh, inni talaqtu imraati albattata." Men xotinimni tamomiyla
nihoyiy taloq qildim. Battani nihoyiy deb ham tarjima qilsak bo'ladi. Ya'ni nihoyiy taloq qildim. Shunda aytdiki, nimani niyat qilding undan? Men aytdimki, bitta niyat qildim. Rasululloh aytdilarki, Allohga qasammi dedilar. Men aytdim, Allohga qasam dedim. Shunda Rasululloh aytdilarki, bu demak sen niyat qilgan narsang bo'ladi. Nimani iroda qilgan bo'lsang, o'sha bo'ladi dedilar. Abu Dawud aytdiki, bu Ibn Jurayjda hadisdan ko'ra sahihroq. Anna Rukana tallaqa imra'atahu salasan. Ya'ni hada asahhu min hadis Ibn Jurayj. Ibn Jurayjda hadisdan ko'ra sahihroq. Anna Rukana tallaqa imra'atahu salasan degan hadisda keladi-da, u ya'ni Rukana xotinini 3 taloq qildi degandan ko'ra batta taloq qildi degan gap, ya'ni nihoyiy taloq qildi deb keyin Rasululloh uni qasamiga tiraganliklari bu Ibn Jurayjda hadisdan ko'ra sahihroq. Ibn Jurayjda hadisda nima deb kelar ekan? Salasan, 3 ta taloq qildi deb keladi. 3 ta taloq degani bittada qildimi yoki 3-taloqni qilib bo'ldi deganimi? Yana muhtamal bo'lib qolaveradi. Ibn Majah aytadiki, men Abul Hasan Ali ibn Muhammad at-Tanafisiydan mana bunday aytganligini eshitdim. Ma ashrafa hadal hadis. Bu hadis qanday ham sharafli degan gapni eshitdim degan. Abu Abdullah ibn Majah aytadilar, Abu Ubayd buni bir tarafga tashlagan va Ahmad bo'lsa undan qo'rqqan, ya'ni aytishdan qo'rqqan. Hadisga jur'at qila olmagan, sahih emasligini bilmaganligi uchun. Dalolat vajhi shundaki hadisdan annahu hallafahu ma arada biha illa wahida. Rasululloh uni qasamiga tiryaptilarki, bu gapidan faqatgina bittani iroda qilgan degan gap bilan qasamiga tiryaptilar. Mana bu dalolat qiladiki, ala annahu law arada biha akthar min wahida. Agar undan bittadan ko'pini iroda qilganda edi, yo men 3 tani niyat qiluvdim desa, Rasululloh uni bo'yniga bosardilar uni. Alzamahu bizalik. Yani alzamahu zalik degani buni unga o'tadi deb bo'ldi deb hukm chiqarardilar shu bilan. Xotining 3 ta taloq bo'libdi, 3 ta niyat qilib aytgan bo'lsang, demak 3 ta tushib bo'libdi deyish kerak edi. Agarda walau kanat wahida mutlaqan lam yaftariq al-halu, agarda bitta mutlaq bitta bo'lsa, holat hech qanday uni bittani niyat qiladimi yoki ko'pini niyat qiladimi farqsiz bo'layotgan bo'lganda edi, qasamiga tirash nima kerak bor deyapti-da. Va idza kana hada fil kinaya, agar bu hali kinoyada bo'layotgan bo'lsa, u batta taloq qildi deganda nima niyat qiluvding batta? Batta degani xotinni nihoyiy taloq qildi. Bu kinoyada bu. Nima niyat qilding nihoyadan? Desa bittani deb aytyapti. Hali bu kinoya taloqda shuncha bo'lsa, endi sarih taloqda qanday bo'ladi agar uni 3 tani ochiq aytsa? Xotinimni 3 taloq qildim desa, Rasululloh unga bittani niyat qiluvdingmi, nechta niyat qiluvding deyishi avvalroq bo'ladi. Chunki bu hali 3 tani aytgani yo'q. Xotinini bat taloq qildi desa, nima niyat qiluvding deb so'rayaptilar. 3 taloq desa, 3 tadan 3 tani niyat qiluvdingmi sen deb so'rashlari yoki bittani niyat qildingmi deb so'rashlari avvalroq bo'lish kerak. Bu ular dalili, ya'ni 3 ta desa 3 ta tushishini aytganlar dalili bu. Va yana dalillardan biri Doriqutni Hammad ibn Zaydning hadisini keltirgan dalili. Hammad ibn Zayddan rivoyat qilgan. Hammad ibn Zayd aytadi, bizga Abdulaziz ibn Suhayb aytib berdi Anasdan. Anas aytadilar, men Muaz ibn Jabalni mana bunday aytganliklarini eshitdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bunday aytganliklarini eshitdim deydi Muaz ibn Jabal. Ey Muaz, kim agar taloq qilsa, man talaqa lil bid'a wahida aw ithnatayn aw thalathan, kim agar bid'at qilib bitta, ikkita, 3 ta taloq qilsa, biz uni bid'atini bo'yniga bosamiz deydi deganligini eshitdim. Ya'ni bu xuddiki bir Rasulullohdan keyingi bir hokimni, hukm qiluvchini gapiga o'xshab ketadi hadisligidan ko'ra. Doriqutni chiqargan hadis, eslab qo'yinglar, bu hadisda hukmi haqida hali gaplashiladi. Ya'ni o'zi hadis ko'pincha mana shunaqangi gaplar, masalan, bid'atga muvofiq bitta, ikkita, 3 ta taloq qilsa, bo'yniga bosamiz aytgan narsasini degan gapi ko'proq Ali Umar roziyallohu anhuni va shuni yo'lini tutgan odamlarning gapiga o'xshab ketadi-da. O'yin qilganligi uchun deb. Ya'ni hadisligidan ko'ra buni kimdadir fatvosi ekanligi ko'proq nima, yaqinroq ko'rinadi. Allohu a'lam, aytadi, hali bunga javob beradi. Va yana dalillardan biri Doriqutning keltirgan hadis Ibrohim ibn Ubaydulloh ibn Ubadat ibn Somitning hadisi. U kishi otasidan Ubaydullohdan, otasi buvasidan, ya'ni Ubadat ibn Somitdan rivoyat qiladi. Aytadilar, Tallaqa ba'du abay imratahu alfan.
bir otalarimdan ba'zisi ba'du abai degani otalarimdan, ya'ni otasi yoki buvosimi bittasi xotinini 1000 taloq qo'yibdi. 1000 taloq qildi. Shunda farzandlari Rasulullohning oldiga borib aytganki, Rasululloh bizni otamiz xotinini 1000 taloq qo'yibdi. Unga bir yo'l bormi, maxraj bormi deb so'rashdi. Rasululloh aytdilarki, otalaring Allohdan taqvo qilmadiki, unga maxraj bo'lsa. Uni xotini 3 ta bilan sunnatdan boshqacha holatdagi 3 ta bilan o'zi boyin bo'ldi va 997 tasi uni bo'ynida gunoh bo'lib qoldi dedilar. 997 ta qoldimi? 197 ismun fi unuqihi. 997 tada 3 tasi tushdi. Hozir bu yerda ham ochiq dalil, o'sha 1000 ta taloq desa ham 3 tani tushiryapti bittada. Ham bu ochiq dalil ekan bu. Gap lekin sahihligida qoladi. Bu ochiq dalil, o'sha 1000 ta taloq desa 3 tasini tushirib qolganini gunoh bo'ldi deyapti. Gap uni sahihligida qoladi. Va minha. Hozir ko'rganingizdek o'sha sahihlari sarih emas, sarih ochiqlari sahih emas, dalil bo'lmaydigan darajada. Va minha yana dalillardan Doriqutni rivoyat qilgan buni ham Doriqutni rivoyat qilgan Zazandan u kishi Ali roziyallohu anhu dan rivoyat qilgan, aytadilar. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir kishini xotinini nihoyat taloq qilayotganligini eshitib g'azablandilar. Aytdilarki, sizlar Allohning oyatlarini masxara va o'yin qilib olasizlarmi? Kim xotinini nihoyat taloq qilsa, biz uni 3 ta deb bo'yniga bosamiz dedilar. Unga xotini halol bo'lmaydi toki boshqa erga tegib chiqmaguncha xotini halol bo'lmaydi dedilar. Mana bu ham ochiq dalil. 3 ta taloq desa 3 tani bo'yniga bosish. Ya'ni ilzom qilamiz, bu siyosatdan qilamiz degan gapdek. Bu ham gap juda ochiq bo'lgan bilan, lekin hadisning sahihligida qoladi gapimiz. Javob beramiz hali bunga deydilar. Va minha ma rawahu Doriqutni, yana dalillardan biri Doriqutni rivoyat qilgan Hasan al-Basriyning hadisi. Aytadilarki, bizga Abdulloh ibn Umar aytib berdi. U kishi xotinini hayz holatida taloq qilgan ekanlar, Ibn Umar ya'ni. Keyin unga boshqa yana o'sha 2 ta talog'ini nima qurlarida ayndal qur'ayni emasmi shu? Sizlarda? Ha, o'shada bitta alif tushib qolganda bizga. Ha? Qur'ayni, ha, Qur'ayni bo'ladi-da shu. Ayndal qur'ayni ikkita qur paytida, ya'ni qur'ni tushundik. O'sha nima 3 ta nima iddadagi 3 ta bo'lak, har bo'lagi bitta qur' deyiladi. O'sha har bitta nimasida bitta-bittadan yana taloq bermoqchi bo'ldi. Bu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga yetib borganda aytdilarki, ey Ibn Umar, Alloh taolo bunaqa buyurmagan. Sen sunnatni xato qilding. Sunnati sen tuhurni kutib turishing kerak edi. Ana shundan keyin yo taloq qilasan yo ushlab turasan dedilar. Faqultu, men aytdimki, Rasululloh, nima deysiz agarda 3 ta taloq qo'rsam bittada? Bu menga qaytarib olishim halol bo'lamidi agar bittada 3 ta taloq qo'rganimda nima bo'lardi? Desam, Rasululloh aytdilarki, yo'q. Sendan boyim bo'lardi va ma'siyat bo'lardi dedilar. Sendan boyim qaytarib olishing halol bo'lmasdi. Ya'ni agar 3 ta deganimda 3 ta tushamidi desa, 3 ta tushaydi degani. Bu juda ham ochiq dalil bu. Lekin gap nimada? Gap sahihligida gap. Ochiq gap lekin bu. Va minha yana dalillardan biri Abu Davud va Nasoiylar Hammad ibn Zayddan rivoyat qilgan hadis. Aytadilarki, Ayyubga aytdim men. Kim aytayapti? Hammad ibn Zayd aytayapti. Men Ayyubga aytdim. Ayyub Sixtiyani ya'ni. Hal alimta anna ahadan qala fi amriki biyadiki? Birorta odam amruki biyadiki deganda, ya'ni o'zing bilasan degan, bizda urfimizda ko'p o'zing bilasan, seni ishing o'zingning qo'lingda degan gapida u 3 ta taloq bo'lib ketadi deganlar Hasandan boshqa, Hasan al-Basriydan boshqa aytganlar ham bilasizmi birortani deganda yo'q dedi. Keyin aytdiki, Allohumma g'ufron, ey Xudoning o'zi kechirsin dedi. Lekin menga Qotada Kasir Mavla ibn Samura, ibn Samurani mavlasi Kasirdan rivoyat qilgan hadisi bor. Endi esimga tushib qoldi demoqchida. U kishi Abu Salamadan, Abu Salama Abu Hurayra roziyallohu anhu rivoyat qilgan Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis aytadilarki,
salasun falaqitu kathiran o'shanda Rasululloh 3 ta bo'ladi degan. 3 ta degan. Ya'ni amruki biyadi ketsa nima? 3 ta degan. 3 taga o'tadi. Shunda men Kasirga uchratib qoldimda, Kasirdan so'radim. Kasir Robiy, Kasir Mavla ibn Samura an Abi Salama deyapti-ku. Kasirni uchratib qoldim, Kasir bilmadi degan. Shuni siz rivoyat qilgan ekansiz. Rasululloh 3 ta degan ekanlar desa bilmadim deb aytdi. Farajatu ila keyin qotadaga kelib turib bilmadim deyapti-ku Kasir desam, faqala nasiya unutib qo'ygan u biladi dedi. Ya'ni aytuvdi rivoyat qilib. Ya'ni mumkin buni roviylarda ichida ko'p bo'lgan bu narsa. Babu man haddasa fanasiya Buxoriy mana sahihida keltiradi. Babu man haddasa fanasiya. O'zi hadisda aytib qo'yib, keyin unutib qo'ygan kishini bobi deb Ali Ammor bilan Umarning voqealarini keltirgan joylari bor. Va rawahu Tirmiziy va Tirmiziy rivoyat qilgan va aytganki la na'rifuhu illa min hadis Sulaymon ibn Harb. Biz buni faqat Sulaymon ibn Harbda hadisdan bilamiz. U kishi Hammad ibn Zayddan keltirgan degan. Sulaymon ibn Harb va Hammad ibn Zaydlar o'zi siqa va sabt ishonchli u kishilar, ular adolatli, ishonchli, puxta odam nimalar. O'sha o'zi yetadi sizga deyapti. Va yana dalillardan biri, bu ham ochiq dalil. Ya'ni hadisda hozir 3 ta desa 3 ta tushadi. Batta ya amruki biyadiki desa 3 ta taloq degan. Har qalay jumhurda haligi bu 3 ta taloq desa 3 ta tushib ketadi deganlarning gapiga dalil bo'ladi-da bu gap. Ya'ni bittada 3 ta tushirsa bo'lar degani bu ham. Va minha yana dalil Bayhaqi Suvayd ibn G'afalani hadisdan keltirgan hadis. U kishi Hasandan, Hasan Basridan annahu tallaqa Aishatul Hasamiyata thalathan. U kishi Aishatul Hasamiyani 3 taloq qildi. Keyin aytdiki, agar men buvamdan eshitmaganimda edi. Ya'ni Hasan degani, yo demak Hasan deb ma'no aytyapti. Ya uni qarang, Hasan ibn Alini aytyapti shekilli. Hozir qarang, laula anni sami'tu jaddi, agar men buvamdan eshitmaganimda edi yoki menga otam aytib bermaganda edi, annahu sami'a jaddi, u buvamdan eshitgan ekan. Ya'ni otam Ali. Jaddi deb kimni aytyapti? Rasulullohdan eshitmaganda. Yaqul, Rasululloh aytgan ekanlar. Ayyuma rajulin tallaqa imra'atahu salasan. Shu Al-Hasanda nima bormi? Alif lam bormi sizda? Bormi alif lam? Xo'p. Annama ayyuma rajulin tallaqa imra'atahu salasan inda al-aqra. Qaysiki bir kishi agar xotinini quruqlarda o'sha idda paytlarida 3 ta taloq bersa yoki 3 tani mubham qilib bersa, quruqga qaramasdan, ya'ni mubham degani 3 tani bittada bersa, unga xotini halol bo'lmaydi to boshqa erga tegib chiqmaguncha degan hadis. Agar shu hadisni eshitmaganimda edi, men xotinimni qaytarib olgan bo'lardim dedi. Kim aytayapti buni? Hasan ibn Ali aytayapti. Ya'ni Hasan ibn Ali xotinini 3 taloq qilib qo'ygan. Aishatul Hasamiyya degan ayolini 3 taloq qilib qo'yib, keyin menga buvam aytib beruvdi deb Rasulullohga aytayapti yoki otam buvamdan eshitgan ekan deb Ali buvamdan deb Rasulullohni aytayapti. Rasulullohdan eshitgan hadis qaysiki odam xotinini 3 taloq qilib qo'ysa, unga harom bo'lib ketadi degan joy bor. Aytgan gaplari. Agar shu gap bo'lmaganda qaytib olgan bo'lardim deyapti. Demak bu deganiki 3 ta desa 3 ta tushishiga ochiq dalil bu ham. Tushunarlimi? Buni Ibn Humaydda hadisdan keltirgan, u kishi aytadilar, bizga Salamat ibn al-Fadl Amr ibn Abi Qaysdan, u kishi Ibrohim ibn Abdul A'lodan, u kishi Suvayddan aytib berdi. Va hada marfu, bu hadis marfu hadis. Qalu va ular aytishganki, mana shuncha hadislar ko'p va mashhur, ya'ni va uni ommasi Abu Sahboni hadisdan ko'ra sahihroq va ko'proq. Va Ibn Jurayjda hadisi dan ko'ra, Ibn Jurayjda hadisi Ikrima ibn Abbosdan keltirgan hadis. Bulardan ko'ra sahihroq va ko'proq. Ya'ni Abu Sahboni hadisi nima? Mashhur hadis. Oldinda necha marta takrorladik va esimizdan ham chiqib ketdi. Abu Sahbo ibn Abbosning oldiga kelib turib, Rasulullohning zamonasida taloq 3 ta taloq va Abu Bakr zamonasida 3 ta taloq va Umarning avvalgi xalifalik davrining avvalida 3 ta taloq bittaga o'tamadi deganda nima dedi Ibn Abbos? Ha dedilar. Gap shunda ketyapti. Ha bittaga o'tardi degan. Endi buncha hadislar hozir keltirganlarimiz nima bo'lyapti? 3 ta o'tyapti, 3 ta tushyapti. Mana shuncha hadislarimiz
Abu Sahboni Ibn Abbosdan keltirgan so'ragan savolidan ko'ra bu hadisdan ko'ra sahihroq va ko'proq va mashhurroq demoqchi. Ko'proq va mashhurroq. Xususan vala siyama ala Imom Ahmadning qoidasiga ko'ra, ya'ni fayajibu taqdimuhu alayhi, ya'ni bu hadislarni Ibn Abbosning Abu Sahboni hadisidan oldinga qo'yish kerak. Xususan Imom Ahmadning usuliga ko'ra, qoidasiga ko'ra. Chunki Imom Ahmad bir qancha ko'p kelgan hadislarni ta'arruz bo'lgan paytda fard yolg'iz hadislardan oldinga qo'yadi. Masalan, bitta hukmga 10 ta hadis dalolat qilyapti, bitta hukmga bitta hadis dalolat qilyapti. Shunda bitta hadisnikini qo'yib 10 ta hadisni dalolatini oladi. Imom Ahmadning usuli bu. Va in kana al-hadisul fardu mutaakhira. Agar o'sha fard bitta hadis mutaakhir keyin kelgan bo'lsa ham uni olmay, bu yoqdagi oldindagi ko'p hadislarni oladi. Imom Ahmad usuli shu. Buni masalan idishlarda harom qilish hadislaridan rivoyatlarni o'sha Buraydani hadisdan oldinga qo'ygani kabi, likawniha mutaaddidatan. Nima uchun? U hadislar mutaaddid bo'lganligi uchun. Ya'ni idishlarni harom qilish haqidagi hadisni Buraydani hadisida halolligi kelgan bo'lsa, u kishi haromligida ko'p odam rivoyat qilgan ekan, demak o'shani qolamiz shunda degan. Va yana hadisi Burayda fi ibahatiha fardun. Buraydani hadisi bu idishlarni muboh deyishda bir o'zi kelgan hadis, yolg'iz hadis. Va huwa mutaakhir. Yana bu ham bu keyin kelyapti. Keyin kelsa ham buni olmasdan undan oldingi ko'p mashhur hadislar o'shalarda olyapti. Tushunyapsizlarmi qoidani? Fa innahu qol, u kishi aytganki, kuntu Rasululloh aytganlar. Mana Buraydani hadisi, kuntu nahaytukum anil intibadi fil awiya. Men sizlarni idishlarda nabiy saqlashdan qaytarardim. Fashrabu fima badalakum. Xohlagan narsalaringni ichaveringlar endi idishlarda. Ya'ni undan oldin hantamdan, muqayyardan, naqirdan qaytardilar deb keladi-ku idishlardan. Endi Rasululloh aytayaptilarki, men sizlarni idishlardan qaytargan edim, endi ichaveringlar. Degani bu ochiq dalil bo'ladi o'zi aslida. Oldingi hadislarda bu hadis mansux qilgan bo'ladi. Xuddiki kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha. Qabrlarni ziyoratidan qaytarardim, endi qilaveringlar deganday, bu endi qilaveringlar degan gapi undan oldingi nahiyni mansux qiladi. Bu ham hozirgi hadis Buraydani hadisi muboh deyapti, idishlarni oldin men sizlarni qaytarardim, endi xohlaganlaringcha ichaveringlar idishlardan. G'oyra alla tashrabu muskiran. Faqatgina mast qiluvchi ichimlik ichmanglar dedilar. Mana shunday paytda ham Imom Ahmadning usuli hadisi fardni tashab, undan oldingi mashhur ko'p hadislarni olib o'shanga amal qilgan. Ma'nahu hadisun sahih. Ya'ni bu Buraydani hadis sahih hadis. Imom Muslim rivoyat qilgan va uni biror bir illatini bilmaymiz bu hadisni. O'zi asli olish kerak, lekin Imom Ahmad o'shanday joylarda ham bitta hadis bilan bu yoqda ko'p hadis kelsa, albatta ko'p hadisni dalolatini olgan degan. Endi bu yog'i javobga o'tamiz endi. Qolal akharun. O'zi javobga o'tamiz, o'zi javobni berib ham qo'ydik o'zi. Shunday desa kerak Imom Shayx baribir deb. Ya'ni buni eng mujmal javobimiz shuki, bu kelgan hadislarda sahihlari sarih emas, sarihlari sahih emas. Xuddiki bu nima deb aytiladi? Valini nikohda vali shartligi deyiladi-ku. Nikohda vali shartligi degandagi birorta sahih hadis kelmagan deydi ulamolar, aytadiki, sahihlari sarih emas, sarihlari sahih emas deydi. Ya'ni sahih kelganlari ochiq dalolat qilmaydi hukmga. Ochiq dalolat qilib turganlari sahih emas. Shuning uchun masala ixtilofli. Ya'ni ikki tomonda bu masalada ancha jiddiy ixtilofi bor deyiladi. Faslun qolal akharun. Endi boshqa taraf bu ulamolar aytadiki, bu hadislar keltirgan hadislar valam tada'u ba'daha shay'an, hech nimani qoldirmadinglar. Ya'ni istinglarga tushgan hamma narsani keltirdilar bu hadislar. Bu hadislar sahih hadislar, la mat'ana fiha. Unda hech ta'na qiladigan joyi yo'q bo'lgan sahih, lekin unda hujjat yo'q. Unda sizlarga hujjat yo'q. Va bayna ahadis sarihati dalala. Va yana bu hadislar keltirgan hadislarning ichida juda dalolati sarih bo'lgan, ochiq bo'lgan sahih hadisda ochiq bo'lgan hadislar bor, lekin u hadislar botil yo zaif, undan hech biri sahih bo'lmaydi. Mana bu ochiq kelgan, unga hech nima deyolmaymiz-ku, mana shunchalik ochiq kelyapti deganlarimiz nima emas? Sahih emas u. Biz endi bu narsani undagi
nima borligini hozir aytib o'tamiz, to'g'rilik aniq bo'lishi uchun va ishkal ketishi uchun. Bir boshdan endi javob berib chiqadi bu kishi. Fatima bint Qays hadisiga kelsak, bu eng sahih hadis bu. Fatima bint Qays hadisi ma'anna aktharul munazi'in lana fi hadhihi al-mas'ala. O'zi bizga tortishgan, bu masalada tortishgan odamlar aksari unga xilof qilishgan. Valam ya'khuzu bihi, bu hadisni olishmagan va mabtuta uchun nafaqa va sukna bor deb vojib qilishgan. Valam yaltafitu ila hadal hadis, bu hadisga qaramagan va unga amal qilmagan. Bu hadisga, ya'ni bu Abu Hanifada va ashoblarida. Ya'ni Abu Hanifa va ashoblarida. Abu Hanifada mana shu Fatima bint Qays hadisini olmaydida oyatni dalolatini olamiz deb turib mabtutaga nafaqa bor deydi-da. Mabtutaga nafaqa bor deydi. Bu hadisda kelgan-ku mana juda ochiq dalil bu. Sahih hadis Fatima bint Qaysga Rasululloh nafaqa va sukna bermadilar. Bu ochiq dalilki mabtutaga nima yo'q, sukna yo'q, dalil nafaqa yo'q degan. Ammo Shofiy va Maliklar bo'lsa fa awjabu laha sukna, unga suknani vojib qilgan. Aksini aytayapti-ku bu kishi. Haza qawlu Abi Hanifa va ashabihi. Aslida biz bilganimiz buni aksi. Hanafiylarda yo'q nimasi. Nafaqa yo'q deyapti, faqatgina suknani vojib qilgan deyapti-da. Fa avjabu laha, unga nafaqa yo'q lekin sukna vojib bor deydi. La tukhrijuhunna min buyutihinna va la yakhrujna. O'sha oyati bilan, ya'ni chiqmasin deb. Val hadis qad sarraha fihi, hadisda ochiq aytayaptiki, unga nafaqa ham yo'q, sukna ham yo'q. Chunki Fatima bint Qaysni chiqarib yubordi erining ukalari. Chiqib ketgandan keyin sukna ham yo'q, nafaqa ham yo'q. Rasululloh agar unga sukna bo'lganda edi, Rasululloh nima dedilar? Bor, qaytib bor, joyingga bor. Meni ayt. Sen o'sha yerda iddang tugaguncha o'tirishing kerak. Bu bir og'iz gap bitadi ish. Rasululloh unday demadilar, balki aytdilarki, yo'q, senga endi nafaqa ham yo'q, sukna ham yo'q deyaptilar. Fa khalafuhu, bular mana shu ulamolar hozir hadisga xilof qilyapti. Hadisda ochiq kelyapti, sukna yo'q, nafaqa yo'q deb. Sukna degani turar joy haqqi. Turar joy haqqi ham yo'q, nafaqa ham yo'q. Bunga xilof qildi, bu hadisga amal qilishmadi. Agarda hadis sahih bo'lganda edi, va in kana al-hadis sahihan va huwa hujja, va u hujjat bo'layotgan bo'lsa, fa huwa hujjatun alaykum. Agar hujjat bo'layotgan bo'lsa, sahih bo'layotgan bo'lsa, bu sizlarning ziddilaringga hujjat bu. Agar mahfuz bo'lmayotgan bo'lsa, hadis sahih bo'lmayotgan bo'lsa, balki u g'alati, xato bo'layotgan bo'lsa, uni ba'zi mutaqaddimlar aytgani kabi, bu demak bizga zararimizga 3 tani jamlab berdi deganda, biz zararimizga nima keltiryapsizlar buni? Bu hujjat bo'lmaydi. Modomiki sahih bo'lmayotgan bo'lsa, demak bizni zararimizga hujjatlikka yaramaydigan bo'ladi. Agar sahih bo'layotgan bo'lsa, nega sizlar buni dalolatini olmadinglar o'zlaring? Ya nafaqa yo'q deb turibsizlar-ku. Ya nafaqa bor deb turibsizlar-ku. Ya nimani? Suknani bor deyapsizlar-ku, nafaqa yo'q bo'lsa ham. Hadisda sukna ham, nafaqa ham yo'q deyapti. Sizlar bir yoqliq bo'linglar-da, yo hadisni dalil qilib olinglar, yoki dalil emas deb, sahih emas deb tashlaylar, birato'la hamma joyda tashlaylar, olsanglar hamma joyda olinglar deyapti. Famma an yakuna hujjatan lakum ala munazi'ikum. Bu sizlarning foydalaringga, sizlarga qarshi tortishayotgan odamlarning ziddiga hujjat bo'lishi, walaysa hujjatan lahum alaykum. Ularning foydasiga sizlarning ziddilaringga hujjat bo'lmasligi, bu adolat va insofdan uzoq. Ya'ni sizlarning foydalaringga paytda hujjatga bo'lsa-da, zarar paytlaring hujjat bo'lmasa. Ya'ni foyda paytda bir xil anularda arablarda maqol bor-ku, osh bo'lsa isdan chiqib ketaman men, ish bo'lsa men chaqiradi deydi-ku. O'shanaqa qilmanglar-da deyapti-da, foydalaringga bo'lsa hadisda olib kelinglar. Zararlaringga bo'lsa sahih emas desanglar, bu bo'lmaydi bu gap. Hada ma anna natanazzal ala hada al-maqam. Biz mayli bu maqomdan chekinaylik ham, mayli sizlar bir joyda olib, bir joyda olmadilaring, unga qaramaylik, mayli. Lekin shu holatda gaplashsak, aytamizki, bu hadisni hujjat qilishda uni hujjat qilgan odam tarafidan sahv bir turi bor, ya'ni adashish tomoni bor. Agarda u yaxshilab o'ylab qaraganda edi hadisda turuqlarini,
va qissa qanaqa bo'lganligini bu hadisda hujjat qilib keltirmagan bo'lardi. Ya'ni xotinini 3 taloq qilib qo'ydi degan joyi bor-ku. O'sha chunki hadisda aytilgan 3 degan joyi bu majmuatan deb bo'lmagan u. Ya'ni 3 ta taloq qildi degani bittada 3 taloq berdi, bitta kalima bilan berdi. Biz o'zi boshdan bosh shunga aniq qildik-ku, 3 ta degani bitta kalima bilan berdi degani emas-ku. Biz tortishuvimiz o'zi nimada ketyapti? 3 ta taloq bo'lgan ayoldami yoki bitta kalima bilan 3 ta tushirishdami? Ikkinchisi o'sha bitta kalima bilan 3 ta taloq tushirishda ketyapti gapimiz. Aslar bo'lsa 3 taloq qildi bo'lsa 3 taloqni bitta kalimada berdi degan joyni chiqarib olyapsizlar. Va innama kana qad talaqaha tatliqatayn qabla zalik. Chunki uni eri uni bundan oldin 2 ta taloqni berib bo'lgan, Abu Hafs buni 2 ta taloq berib bo'lgan. Keyin uni 3-taloqni boshqa 3-taloqni berib yuborgan. U Yamanga ketgan paytda orqadan g'oyib paytda berib yuborgan. Kazaja musarrahan bu narsa sahihlarda ochiq kelgan. Masalan, Muslim sahihida Ubaydulloh ibn Abdulloh ibn Utbadan rivoyat qilgan hadis. Muslimda rivoyat qiling. Abu Amr ibn Hafs ibn al-Mughira bu eri bu. Ya'ni bu Fatimani eri. Abu Amr ibn Hafs ibn al-Mughira Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu bilan birga Yamanga chiqib ketdilar. Fa arsal va xotini Fatima bint Qaysga bitta taloqni berib yubordi. Demak, bitta taloqni berib yubordi. Betatliqatin kelyapti, taloqni berib yubordi. Demak, bu degani 3-chisi bo'lsa, undan oldin nima degani? Kanat baqiyat min talaqiha. Uni taloqidan qolgani shu edi o'zi. Bu ochiq-ku juda ham. Ya'ni undan oldin 2 ta taloq bergan bo'lgan. Va unga Haris ibn Hisham va Ayyash ibn Abi Rabi'alarga nafaqa berishni buyurdi. Shunga nafaqa berib qo'yinglar xotinimga deb. Bu ikkalasi unga xotiniga aytdiki, "Vallohi malaki nafaqa illa an takuni hamilan." Bular aytishdiki, senga nafaqa yo'q, illa homilador bo'lganingda nafaqa bo'lardi. Nafaqa yo'q dedi. Ayol Rasulullohning oldilariga keldi va ularning gapini Rasulullohga aytdi. Shunda Rasululloh aytdilarki, "La nafaqata laki." Senga nafaqa yo'q dedilar va uzun hadis keltirgan. Hadis qarang, Imom Muslim chiqargan hadis. Ochiqki bu Fatima bint Qaysning eri 3 taloq berdi degani nima degani ekan? 3-taloqni berdi degan ekan. Juda ham ochiq. Bundagi mujmallikni, mana bu mubhamlikni mana bu ko'tarib bayon qilyapti mana bu yerda. Hech muammo yo'q ularga. Demak, hadis ularga umuman dalil bo'lmaydi. Qayta ular ziddiga dalil. Ziddiga dalil. Bu yoki ziddiga bo'lmagan bilan ularga hujjat bo'lolmaydi bu hadis. Mana bu mufassar, bu tafsir qilingan joyi mana yuqoridagi mujmalda bayon qilib beradi. Bu tallaqaha salasan degan mujmallik. Tallaqaha salasan 3 taloq qildi degan joyini. Lays aytadi Uqayldan, u kishi Ibn Shihobdan, Ibn Shihob Abu Salamadan, Abu Salama Fatima bint Qaysdan. Voqea sohibasi bu. Fatima bint Qays voqea sohibasi. Annaha akhbarathu va Fatima unga Abu Salamaga xabar berganki, annaha kanat inda Abi Hafs ibn al-Mughira. Bu kishi Abu Hafs ibn al-Mughirani huzurida, ya'ni nikohida edi. Abu Hafs ibn al-Mughira ya'ni Abu Amr ibn Hafs ibn Mughira dedi yuqorida. Endi bu yerda Abu Hafs ibn Mughirani oldida edi, huzurida va anna Abu Hafs ibn al-Mughira, Abu Hafs ibn Mughira uni 3 ta taloqni oxirgisini talog'ini berdi deb kelgan. 3 ta taloqni oxirgisini, ya'ni o'sha berib yuborgan talog'i nechinchi? 3-taloq. 3 ta taloqni oxirgisi degani undan oldin 2 ta bergan ekan, oxirgisini ham mana berdi deb aytayapti. Va hadisda uzun hadisni keltirgan keyin. Abu Davud bu hadisni keltirib keyin aytganki, va kadalika rawahu Solih ibn Kaysan. Xuddi shunday bu hadisni Solih ibn Kaysan, Ibn Jurayjlar, Shuayb ibn Abi Hamzalar hammalari Zuhriydan rivoyat qilgan. Bu hadislar mana shuncha kishining rivoyati. O'zi Muslimda kelgan rivoyat bizga yetardi. Juda ham ochiqki bu Fatima bint Qaysga qilingan taloq 3-taloq bo'lgan. 3 ta taloq emas, 3-taloq bo'lgan. Demak, bundan oldin 2 ta taloq berib bo'lgan, oxirgisini bergan bu degani. Keyin Abdurrazzoqning tarixidan yana hadisni keltirgan. U kishi Abdurrazzoq Ma'mardan, Ma'mar Zuhriydan, yana Zuhriydan kelyapti hadis. Zuhriy Ubaydullohdan aytadilarki, Marvon Fatimaga odam yubordi undan so'rab. Marvon endi Amir, Marvon ibn Hakam. Fatima deganda Fatima bint Qays, ya'ni voqea sohibi. Shu kishidan odam yuborib so'radi, nima bo'lgan edi deb.
endi masalaga bu ochiq dalilda bu juda katta masalani yechimi bo'lyapti bu. Jamiyatda 3 ta taloq bo'lgan ayollarga nafaqa va sukna bo'lmasligiga bu asl bo'lib qoldi bu hadis bu. Oyatda bo'lsa nafaqa beringlar deyapti. Taloq bo'lingan ayollarga, taloq qilingan ayollarga nafaqa beringlar, ularni uydan chiqarib yubormanglar degan oyatni mana bu hadisni nimasi go'yoki teskari kelganda, lekin asli bayoni bu. Demak, oyatdagi nafaqa ber, sukna uydan chiqarib yuborma degani qaysi taloqqa aytilgan bo'ladi? Birinchi, ikkinchi rojiy taloqlarga bo'ladi. Uchinchi taloq bo'lgandan keyin mana bu Fatima bint Qaysni hadisi juda ham ochiq dalilki, unga nafaqa ham yo'q, unga sukna ham yo'q ekanligiga. Shunda endi hozir Marvon nimadan Fatimadan so'rab odam jo'natdi. Fatima Marvonga xabar berdiki, annaha kanat inda Abi Hafs, men Abu Hafsda nikohida edim. Eri ya'ni Abu Amr ibn Abi Hafsam deyildi. Abu Hafsam deb kelyapti. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Ali ibn Abi Tolibni ba'zi Yamanda ba'zi joylariga amir qilib tayinladilar va fakharaja ma'hu zawjuha, Ali bilan birga uni eri ham chiqibdi, ya'ni Abu Hafs. Faba'asa ilayha bi tatliqatin kanat baqiyat laha, unga o'zi qolgan bitta talog'i bor edi, o'shani ham jo'natib yuboribdi. Ya'ni bu degani ochiqki, 3-taloqni berib yubordi. Oldin 2ta qilgan degani bu. Va zakaral hadis bi tamamihi, ki hadisni to'lig'icha keltirdi, aytdi. Marvon bilan u Fatimani o'rtasidagi vosita, o'rtada gap olib kelgan odam Qubaysat ibn Zuayb bo'ladi. Va kazalika zakar uni Abu Davud boshqa yo'ldan shuni keltirgan, Qubaysat ibn Zuayb bo'lgan deb. Ya'ni arsala degan joyi mubham bo'lib qolmasin deb buni ham bog'lab ketyapti birdan. Marvon ibn Hakam, Marvon nimaga Fatima bint Qaysga odam jo'natdi deyapti-ku. O'sha odami bu Abu Davudning nimasida kelyapti? Kim? Qubaysat ibn Zuaybni jo'natdi deb. Ya'ni ochiq oydan hamma narsa, bu hadislar bir-birini ochib beraveradi. Mana bu narsa Fatimani hadisini bayoni shu. Endi ayting, qayerdan hujjat bo'ladi ularga bu? Qalu va nahnu akhazna bihi jami'ahu. Ular aytishganki, biz bu hadisni hammasini oldik, undan hech qaysiga xilof qilmadik. Izkana sahihan sarihan, qachonki sarih bo'lgan joyda, unda ta'na yo'q bo'lgan joyda hammasini oldik. Uni muarizi yo'q. Faman khalafahu, endi kim agar bu hadisga xilof qilsa, uzr keltirishga u muhtoj. U kim agar hadisga xilof qilsa, uzrini aytsin. Men manba uchun xilof qilyapman deb uzrini aytsin. Bu hadis 5 ta lafz bilan kelgan. Tallaqaha salasan, bu mubhammi, mujmalmi? 3 ta taloq berdi. Bitta kalima bilan deyaptimi? Yo'q. Tallaqaha albattata, nihoyiy taloqni berdi. Bu ham nima? Mubham, oldingidan ham mubhamroq bu. Tallaqaha akhira salasi tatliqat. 3 ta taloqni oxirgisini berdi deb kelgan. Ana bu bayon bo'lyapti bu. Bu oxirgi 3-chisini berdi. Va arsala ilayha bi tatliqatin kanat baqiyat laha. Va unga qolgan oxirgi 3-chisini berib yubordi. Bu juda ham ochiq bu. Va tallaqaha salasan jami'an. 3 tani hammasini berdi. Bu ham mujmal bu. Ya'ni bitta kalimada berdi deganimi? 3 tani hammasini berdi degani, boshqa joyda taloqni oxirgi 3-chisini berib yubordi deb kelyapti. Bu yerda 3 ta taloqni berib bo'ldi deyapti. O'sha 3 ta taloqni berib bo'ldi degani, oxirgi 3-chisini berib yubordi deb. Hadislarda hammasini 5 ta ma'nosini bir-biriga qo'shsak, ma'no chiqadi o'zi. Mana buni otini al-jam'u bayna atrofil adilla deyiladi. Dalillarda hammasini shuni bitta dasturxonga olib kelib, shuni tashlasangiz o'zi ma'lum bo'ladi hammasi. Shuning uchun hadisni rivoyatlarini hukm olishdan oldin hammasini fuqarolarning ishi jamlaydi. Bir-biriga keyin solishtirib ko'radi. Bir-birini ichiga kiradimi, bir-birini saqlaydimi, yo buni jamlashni iloji bormi, yo teskarimi? Ana bu ijtihodga muhtoj bo'layotgan ishlar bular hammasi. Mana bu hadisni lafzlarning jumla hammasi shu. Va billahi tavfiq. Ammo 5-lafzga kelsak, uni 3 ta taloq qildi degan gapi. Fa'za avvalan bu birinchidan Mujallidni Sha'biydan keltirgan hadisi. Buni Sha'biydan undan boshqa odam aytmagan. Ma'kasrati man rawa hazi, bu qissani Sha'biydan shuncha ko'p odam rivoyat qilib turib, shundan boshqa odam shuni keltirmagan. Demak, Mujallid o'zi zaifligiga ko'ra, ya'ni buni o'zi zaif. Min baynihim degani o'sha ashoblarning orasida zaifligiga ko'ra mana bu bilan tafarrud qilyapti, salasan jami'an degan gapi bilan. Ya'ni ham o'zi zaif, ham tafarrud qilyapti. Bu nima bo'ladi?
Shoz bo'ladi. Ya'ni biz aytdik-ku, shozni ta'rif ikkita ta'rifi bor. Bittasi shu. Ya'ni rivoyatu man la yuqbalu tafarruduhu. Fa huwa hadisun shaz deyiladi. Ya'ni u tafarrudi qabul bo'lmaydigan odamning rivoyati shoz bo'ladi. Demak, bu kishiniki hozirgi nima hadisi shoz bo'ladi. 3 ta taloq qildi degan joyi. Va ala taqdir sihhatihi. Sahih degan taqdirda ham endi 3 ta taloq qildi degani bitta kalimada degani chiqmaydi-ku. 3 ta degan taqdirda ham, demak, undan maqsad unga 3 ta taloq jamlandi degani. 3 ta taloq degani 3-chisini berib bo'ldi degani. La annaha waqa'at bi kalimatin wahida. Bu bitta gap bilan tushdi degani emas bu. Agar 3 tani oxirgisini bergan bo'lsa, demak bu aytish mana bunday deyish to'g'ri bo'ladiki, tollaqaha salasan jami'an. 3 tani hammasini berdi degani. 3 tani hammasini berdi degan gap to'g'ri keladi. Chunki bu lafzdan adatlarni ta'kidlash iroda qilinadi. U o'sha bunga g'olib holat ham shunday. Ya'ni adatlarga ko'pincha g'oliban 3 tani hammasini berib bo'pti degani. Masalan, oldin 2 ta bergan, keyin 3-chisini bergan bo'lsa, o'shanda xabar berganingizda nima deysiz? Falonchi xotiniga 3-taloqni ham 3 tani hammasini berib bo'pti. Degani bittada berib bo'pti degani emas-ku bu. Umr davomida bo'ldi, ishi bitibdi uni degani. La il-ijtima' fil anil wahid. Bitta zamonada, bitta vaqtda jamlandi degani emas bu. Xuddi Alloh taolo aytgandek, "Va law sha'a robbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a." Agar Robbing xohlaganda edi, yerdagi hamma odamlar hammalari iymon keltirgan bo'lardi. Hammalari bir vaqtda iymon keltirardi emas, hammalari mu'min bo'lib o'tgan bo'lardi degani-da bu. Jami'an degani hammalari iymon keltirgan. Demak, maqsad hammalardan iymon hosil bo'lishi degani. Ular hammalari bitta vaqtda oldin va keyingilar bitta vaqtda iymon keltirish degani emas bu. Bu voqean u to'g'ri kelmaydi ham bu narsa. Qanday qilib turib birga iymon keltiramiz? Bizdan oldin o'tib ketgan ummat, biz va bizdan keyingi qiyomat kunigacha kelayotganlar bittada iymon keltirishimiz bu imkonsiz narsa-ku. Ya'ni hammalari iymon keltirardi degani kofir qolmasdi, mu'min bo'lib o'tardi. Kelgan odam illoki mu'min bo'lib o'tardi degani tushunarli narsa bu. Allohu a'lam. Va sallallohu alayhi va sallam va nabiyina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in. Valhamdulillahi robbil alamin.